ko'zmi bu? O'zlari-yu. O'zgarmabsiz. Siz bo'lsa anchagina amal. 1 yildan keyin gaplashamiz degandim. Taqdir o'zi 3 oyda ko'rsatib qo'ydi. Mashina o'zingizmi? O'tiring, tashab qo'yaman. Kechirasiz. Eshikni ochib bering. Biznes chaqirganman. Kira qilasizmi? To'g'risini aytaymi? Aslida biznesmenman. Kirani oyda yilda bir qilib turaman. 2-3 ta ochib qo'ygan bizneslarim bor. Ular men uchun ishlashadi. Mashinani kreditga oldingizmi? Odamlar shunaqa, bo'lsang ham bo'lmasang ham ko'ra olmaydi. O'zingizdan Sparkchingiz qani? Sotib oldim. Siqilmang. Hayotda hamma narsa bo'lib turadi. Qarang, shu chekkaroqqa to'xtatib yuboring. Pulni olib beraman, xo'p? Mayli, qo'yavering. Pulingiz bo'lmasa shart emas. Atak odamlarni qiynalgan paytda to'g'ri tushunish kerak. BMW M paket X7. Atak meni ham garajimda bor, pochkasidan. Qo'lga tushdingmi? Nima 3 oydan beri mashinani arendasini bermaysan? Nimaga telefonni ko'tarmaysan? Aka, Qallayt! Bu joyni qilib qo'ymadingmi? Kechirasiz. Xohlasangiz menda shoferlikda ish bor. 5 million so'm beraman. endi bir kam qiz bolaga shoferlik qilishim qoluvdi. 10 million, Men hayotda 15 million, ko'cha supursam, 20 million so'm beraman. Eshigimni ham ochib berasiz. Хорошо? qachondan ishga chiqay? Xo'jayin,